Assalomu alaykum, aziz va bilimdon o'quvchilar. Bugungi adabiyot darsligidan mavzuyimiz Alisher Navoiy. Alisher Navoiy 1441-yilning 9-fevralida Temuriylar hukmronligida bo'lgan Xuroson davlatining poytaxti Hirot shahrida saroy amirlaridan bo'lmish G'iyosiddin kichkina xonadonida tavallud topdi. Kichkina yoshidan ta'lim olib, maktabda o'qib yurgan kezlari Forsiy tilidagi tasavvufiy adabiyotining asoschilaridan biri hisoblanmish Fariddin Ottorning mashhur Mantiq ut-Tayr qush nutqi dostonini sevib berilib o'qidi. Siyosiy vaziyatlar taqozosi bilan Navoiylar oilasi Iroqqa ko'chib ketadi. 1466-1469 yosh shoir Samarqanddagi madrasalarda ta'lim oldi. Bu shaharda yosh qalam sohibi davlat ishlarida xizmatda bo'ldi. 1469-yilning bahorida do'sti Temuriyzoda Husayn Boyqaro Hirot taxtini egallaganidan so'ng shoirni yoniga chaqirdi. Navoiy bir necha yil Husayn Boyqaro saroyida oliy martabali lavozimda xizmat qildi. 1485-yillar shoirning eng buyuk asari 5 dostondan iborat Hamza yaratildi. 1491, 1492, 1498-99 mobaynida esa barcha lirik she'rlarni 4 devonga taqsimlab, Hazoyin ul Maoni nomli yirik to'plam tuzdi. Alisher Navoiy bobomiz 1501-yilning 3-yanvar kuni vafot etdi va o'sha kuni hamma motam tutdi. 1491-yili Toshkent shahridagi O'zbekiston Milliy bog'ida, 2017-yil esa Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti binosi oldiga shoirning yangi haykali o'rnatildi. Navoiy ko'p ruboiylar yozgan, ularning umumiy soni 500 ga yaqin. Alisher Navoiy Lutfiyni ustozi deb bilgan. Orazin yopqoch ko'zindin sochilur har lahza yosh. Bo'ylakim paydo bo'lur yulduz nihon bo'lg'ach quyosh. G'azaliga Lutfiy ta'm bergan. Aziz va bilimdon o'quvchilar, bugungi video darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying va podpiska tashlab qo'ying.